Assalomu alaykum. Hamyurtlar. Jumaton muborak bo'lsin. Ko'pchilik tavakkal degan joyini ushlaydi, qushni ikki qanot harakatlanyapti, uchib ketdi degan joyini ushamaydi. Mana siz Rossiyadasiz, Koreyadasiz, Amerikadasiz. Insonni rizqlarini ko'payishligini sabablarini shariat as-sa'i, yurishlikka, harakat qilishlikka bog'ladi. Mana siz Rossiyadasiz, Koreyadasiz, Amerikadasiz yoki qo'shni mamlakatdasiz yoki qo'shni qishloqdasiz yoki dehqonchilik qilib dalada bir agrood yuribsiz. Ya'ni rizq uchun uyda o'tirmadingiz. Rizq uchun harakat qildingiz. Shariatimiz mana shu narsaga buyurgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Law annakum tatawakkaluna alallohi" agar sizlar kattayri qush kabi tavakkal qilganlaringda edi. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Qushni rizqlantirgani kabi. Ya'ni sizlar haqiqiy tavakkal qilsanglar, Alloh taolo xuddi qushlarga rizq bergani kabi sizlarga ham rizq bergan bo'lar degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor.